سېتىق ئۇيۇنى. ئۆگىنىشنى مەزلىك شاكىلاتقا aylandırırsak, بالىلار ئۇنىڭغا ئىنتىلمەي قالامدۇ. ناۋادا ئۆگىنىشنى قىرتاق چوڭ دورىسىغا aylandırıp qo'ysak, بالىلار ئۇنىڭدىن سەسكەنمەسمۇ؟ بايقىشىمچە بالىلار ھەمىشە سودا سېتىق ئويۇنى o'ynasa, بالىنىڭ تۆت ئەمەلنى ئۆگىنىۋېلىشىغا، جۈملىدىن بالىدا ھېسابلاش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈشكە پايدىلىق بولىدىكەن. قىزىم 4 yoshlarga kirganda bir mezgilgacha uningga hisob o'rgatmoqchi bo'lib, 2 ga 3 ni qo'shsa qancha bo'ladi degandek oddiy savodlarni barmoq sanash orqali ko'rsatib boqdim. Qizim dastlabda hali qiziqqan edi, ammo biroz vaqt o'tgandan keyin unidan zerikib qoldi. Shunday qilib, qanday qilganda bolani hisob o'rganishga qiziqtirg'uli bo'lar degan o'y kallamga kirib oldi. U chaqlarda mahallada talla bozori qurilmag'achqa lozimatlikni uyimizning atrofidagi milish mollar do'konlaridan sotib oldik. Qizimmi do'stlar bilan osh do'konga kirib, narsa kerak ekirishga amroq edi. Men uni har qatim narsa kerak ekirishga buyurganimda, nima oldiganingizni do'konchiga deb qo'ygandan keyin, "Ondan pulni bering" deb chekiletdim. Maqsadim bolaga ish o'rgatish ham uni boshqalar bilan aloqa qilishga odatlantirish edi. O'ylamagan yerdan u shu kichikkina ish orqali pulning roli haqida ozdir ko'pdir tushunchaga ega bo'ldi. Bir qatim qizim ikkimiz do'kondan narsa kerak olib, qaytib chiqib o'tdik. Qizim ishtiyoq bilan, "Opa, men-chu cho'ng bo'lganda do'konchi bo'laman" dedi. "Nimishqa amdi? Biz do'konga kirib narsa olsak, unga pul beradiganmiz emasmi?" Keyin qizimning qo'shnilarning bolalari bilan so'z setiq o'yin o'ynayotganligini ko'rib qoldim. Bolalar navbat bilan do'konchi ham xaridorning rolini oladi. Do'konchi bo'lgan bola o'zicha ajoyib faxrlanib ketadi. Qizimning do'konchi bo'lishga baq qiziqadiganligini ko'rib, uning bilan so'z setiq o'yini o'ynashni niyatiga keldim. Shunday qilib, uyda kichikkina bir yerning cho'risini chitlab do'kon ochib, uningga turli mollarni tizdik. Mollarning ichida rostlarimi, yog'alarim bor edi. Misalan, u eng amroq tortni o'yinchoqlarning orasiga tizishga bo'lmag'achqa, boshqa narsalarni tort o'rnida tizdik. Qizim do'konchi bo'ldi. Dadasi ikkimiz xaridor bo'lib, qizimizning do'konidan narsa keraklarni sotib oldik. Biz qizimizning do'koniga kirib, do'kondagi mollarga sapsilib qarab chiqqandan keyin, "Av narsa necha pul?" deb so'raydik. Gohida hatto uning bilan baho talashib ketdik. Pul to'laydigan chog'da ko'pincha uningga butun pul berib, pul qaytarg'izatdik. Misalan, qizim bir tal cho'kini 6 mo degan bo'lsa, uningga 1 yuan pulni berib 4 mo qaytarg'izatdik. Odat qizim molning bahosini o'zi qo'yadi. Ammo u mollarga pulliq baho qo'yganda hisoblash tez bildiganligini bildimi, ish qilib 1,4 yuan, 203 yuan degandek baholarni qo'ymay, 1 yuan, 200 yuan deb qo'yadi. Shu yilni bir necha qatim o'tkazgandan keyin murakkabroq hisoblarni o'rgatib beqishga bilindirmasdan yetakladim. Misalan, qizim bir tal marojnini 1 yuan degan bo'lsa, biz uningga mundaq deb taklif berdik. "Voy, sirtdagi do'konlarda-chu marojning bahosini 1 yuan 2 mo'ga o'stiribdi. Siz o'stirmamsiz? Har birini 1 yuan 2 mo'dan sotsangiz, hozirga qaraganda har marojnidan 2 mo'dan ortiq pul topsiz emasmi?" Anda uningga 2 yuan yoki 5 yuan berib, oshqinni o'ziga hisoblatib qaytarg'izatdik. Bu qizim uchun xeli murakkab hisob edi. Qizim dastlabda parcha pulni hisoblashni avorchilik ko'rib, mollarga parcha baho qo'yishni ancha yoqtirib ketmadi. Buning bilan qizimni sirtdagi do'konlardan narsa kerak sotib olishga birga olib chiqqan chog'larimda, uningga do'kondagi mollarga ko'pincha parcha baho qo'ydiganligini atayin eskartdim. Shundan keyin qizim do'konidagi mollarga parcha baho qo'ydigan bo'ldi. So'z setiq o'yinining dastlabida qizimga asosan 100 dan tuvan sonlarni qo'shib olishni o'rgatdim. Az kundan keyin uningga ma'lum bir narsaning bahosini nihoyat qimmat deb faraz qilib, uningga 300 yuan baho qo'yishni taklifini berdim. Hozir o'ylab ko'rsam, qizim 4 yoshlar atrofidagi chog'da 500 dan tuvan sonlarni qo'shib olishni o'rganib bo'lgan ekan. Uning ustiga bu xil hisobotni so'z setiq o'yini davomida tadrijiy o'rganib olgan edi. Qizim so'z setiq o'yinini 3-yillik chiqishda davomlashtirdi. Uning maktabdagi darsiga ko'paytirish va alish amali qo'shilgandan keyin, men uning so'z setiq o'yiniga bir tal qarindoshni 9 pon deyli. Ondan men u qarindoshdan 8 ni olmoqchi. Unda sizga qancha pul berishim kerak? Bahos 4 yuanlik bir qop pranik ichidan 10 tal pranik chiqadi. Ammo men shu pranikdan faqat 3 talni olsam, jami qancha pul bo'ldi degandek murakkab mazmunlarni qo'shdim. Bunda bo'lganda uning darslikidagi ko'paytirish, bo'lish amalini amaliyotga tatbiqlag'ili bo'ladi.
Ballar so'z-setiq o'yini o'ynash davomida darslik kitobiga asos o'xshash nurg'un amaliy masalalarni yechishga to'g'ri keldi. Bu ham ularning matematikalik tafakkurini uyg'otadi. Demak, balalarni matematikada yetaklaganda hadislar abstraktik, san-sifirlar ichida so'rab yurmaslik, mazsiz hisoblar orqali qiynamaslik kerak. Chunki balalarni san-sifirlarni odatdagi o'yin ichida tunib olishga yetaklaganda, ularga san-sifirlarning unchalar abstraktik narsa emas, balki kundalik turmushda qarg'a keladigan, kundalik hayotimiz bilan chambarchas bog'lanib ketgan qiziqarli narsa ekanligini his qildirg'ili bo'ladi. Qizim 1-2-chilikda o'qiyotgan chog'larda uning saboqdoshlari abstrakt san-sifirlar ishida tugunni yeyisholmay avora bo'ladi. Ammo qizim berilgan har qanday masalani qilcha zo'riqmayla o'yinning o'rnida yeyishadi. Qizim 2-chilikni bitirgandan keyin sinf atlab 4-chilikka kirdi. Dastlabda ilmiy mudir sal-pal tashvishlanib, 3-chilik o'quvchilari bo'lib matematikada xili murakkab mazmunlarni o'rganganlik uchun bu bosqich xili halqiliq edi degan gapni qildi. Bunun bilan 3-chilikning 2 mavsumlik matematika darsligini akilib 10 kungacha qizim bilan darqamda o'tirib uni bir qo'r o'tkazgan bo'ldim. Qizim darslikdagi mazmunlarni nihoyat obdan o'zlashtirib oldi. Shunday qilib qizim 4-chilik o'quvchilardan o'qish boshlangandan keyin ilinadigan imtihonga 3-chilikda o'qib bo'lgan bolalar bilan birga qatnashib, hammadan yuqori numar oldi. Bu yerda qizimni alohida talantli bola edi demoqchi emasman. Muhimi u matematikaga munosabatlik nurg'un savodni kichik vaqtidagi so'z-setiq o'yindan allaqachon o'rganib bo'lgan. Qizimning do'konchi bo'lib o'ynaganligi uning matematikalik tafakkurini cho'nqurlashtirg'achqa dars o'rganish uningga nihoyat oson tushgan edi. Bolalarning hammasi odatda cho'nglar turmushini do'rashga tabiiy amroq keladi. Halim esimda. Kichik chig'imda og'acha aylam o'yinini o'ynashga bak amroq edim. Qizimning so'z-setiq o'yini o'ynagan chog'dagi tuyg'usini men burun og'acha aylam o'ynagan chog'dagi tuyg'um bilan o'xshash deb qarayman. Chunki qizim o'yin davomida bilib-bilmayla hisoblashni o'rganib oldi. Acaba bolalarning o'rganishini ularni qiynaydigan bir jabr zulmga aylantirish kerakmi? Yo'qsa. Chunki o'rganish deganni shod-xuramlik ichida vujudga chiqarg'il bo'ladi. Uning ustiga bundoq o'rganish bolalarga yoqadi. Hammamiz bolalarni o'rganish qiziqsikan degan umiddamiz. Lekin samimizda bo'lsin. O'rganishni mazalik shaklga aylantirsak, bolalar uningga intilmay qolamdi. Navoda o'rganishni qirtaq cho'ng idorasiga aylantirib qo'ysaqchi, bolalar uningdan seskanmasmi? Bolalar bilan so'z-setiq o'yin o'ynaganda tuvandikilarga diqqat qiling. 1. Muddaingizni bolaga deb solmang. Durust. Bolani bundaq o'yinga da'vat qilishdan maqsad uning hisoblashni o'rgatish. Navoda bola ashu muddaingizni bilib qolsa, uning ko'nglidagi o'yin ishtiyoqi sustlab ketadi. Shunga bola uni faqat o'yin deb bilsin. Bola bilan o'ynagan chog'ingizda o'yinga bolangizga o'xshashla bolalarga xos sodda tuyg'u va butun ishtiyoqingiz bilan kirishing. Bolaga uni, buni o'rgataman, hisoblashga ketib qolgan yerlarni tuzdiman deb avor bo'lmang. 2. Bolani numus qildirib qo'ymang. Qizim bilan so'z-setiq o'ynagan dastlabki chog'larda u qanday narsa qanday baho qo'ydiganligini uqmag'achqa og'ziga kelgancha bir narsalarni deydi. Masalan, u bir qatam bir tortga 100 yuan deb baho qo'ydi. Buni anglagan dadasi, "Voy, nimacha qimmat u?" dedi qiziqchilik qilib. Demisimi dadasining bu degani navbatga bozor narxi navosiga borib keladigan gap edi. Ammo dadasining gapi qizimni sal-pal tamtirtib qo'ydi. U dadasining boyagi gapni qilgan chog'dagi talaffuzdan o'zining moliga baho qo'yishda baxilchakdan oshirib o'tganligini his qilib, nima qilarini bilmay turib qoldi. Shunga yana bir tovarning bahosini so'rg'inimizda u dilig'uliq ichida ishkilinib turib ketgandikin o'zicha baho qo'yib boqdi-yu, ammo biz nimadakin deb savolliq nazarida qaradi. Menimcha bundaq ahvolda bola diqqatini o'yinga markazlashtirolmay, vaqt uzargan sari bundaq o'yinni o'ynaganda jiddiylashadigan, hatto uningdan zerikadigan bo'lib qoladi. Shunga men qizimdagi bu jiddiylikni tugutish uchun bu deganchu bekmi ta'mlikdir. Shunga ashunda qimmat dedim dadasiga kulib turib. Keyin dadasiga mundaq deb tushuntirdim. Bola u narsaga qanday baho qo'ysa o'zining ishi, uningdan ajablanib ketmayli. Bolamiz hozirgi bozorning narx-navosi haqida hech nima uqmaydi.
Şuna balının təfəkkürüge özümüzün turmuş təcrübəsi arqılıq dəxil qılmaylı. Məqsəd balığa soda işini emas, hesablaşını ögütüş. Şuna o nəsli keraklarga bahağını qandaq qoysa bulayverdi. Hatta görüşünün canı 200 yuan, altın özlüknün bir dansını 4 model desimi meyli. 3. Balını hesapta qiynab qoyma. Soda setiq oyununun hesap dərsi emas, bəlkə oyun ikənligini unutub qalmang. Durus. Soda setiq oyunu arqalıq balının hesaplaş qabiliyyətini aşırğılı buldu. Amma bununda aldırab ketishki olmaydı. Şuna oyunda balının xoşluğunu birinci orunğa, ögünüşünü ikinci orunğa qoyun. Bununda bal yetişdiğen hesaplarını bara-bara qiyinlaştırıp berishki boldu. Amma ziyada qiyin hesaplarını işiltimen deb balının oyundan lezzet tepşiga daxil yetkizib qoyma. Çünkü bala bu xil oyundaki murakkab hesaplarını işlep bulanmay qiyinlip qalsa, onundan rayi yenip ketidi. 4. Balını bu oyunga ziyada zorlamang. Balığa hesap ögütümen degan niyetde hadisla onu soda setiq oyunu oynashga zorlayvermang. Misalan men bu oyunni ba'zi ota-onalarga deb berib edim, ular kunda degandek balasi bilan soda setiq oyunu oynaydigan bo'lib oldi. Dastlabda balalar xil qiziqib o'yindi. Ammo 2-3 kun o'tgandan keyin zerikib qoldi. Buning bilan ota-onalar balalarni hadisla soda setiq oyuniga zo'rlaydigan bo'lib oldi. Balalar ba'zida hatto soda setiqda dastlab qilmay turibla ba'zi bir tasaddibiy ishlar sababidan bu o'yindan zerikib qolishi mumkin. Bundaq chog'larda uni o'yinga zo'rlamang. Balani ashu o'yindan bezdirib qo'ymaslik uchun bala o'yindan zerikkan hamon uni o'z mayliga qo'yib bering. Navada hadislar balaning oldiga o'tib olib, uni o'yinga zo'rg'il tursangiz, bala muddaingizni bilib qolishi mumkin. 5. İmkaniyetin barcha rast pul ishlating. Pulni mehnat deb qaraydiganlar uchun qizim bilan soda setiq o'ynagan dastlab chog'larda rast pul ishlatmay, ustiga pulning sommasi yozilgan qog'ozlarni pul o'rnida ishlatib xajlab boqdik. Ammo balaning undaq yog'an pulga deganda qiziqib ketmaydiganligini bayqadim. Chunki balalar rast pulga nas kerak setib olg'u bo'ldiganligini bilib olgan hamon uningga nihoyat yerisman bo'lib qoldi ekan. Yana kelib bala rast pul ishlatilgan undaq o'yinga butun ishtiyoq bilan berildi ekan. Ammo bala bundaq rast pul ishlatilgan o'yinni o'ynab bo'lgandan keyin qo'lini so'pindab yuvetishni unutib qolmasin. Bu yerda mundaq bir gapni qo'shib qo'yg'im kelyotidi. Balangizning har qatimliq soda setiq o'yinda topgan foydasini birma-bir xotirlab ayrim saqlab qo'ying. Balangizga biror narsa elib beradigan chog'da osh pulni ishlatsangiz uni soda setiq o'yiniga texim qiziqtirg'ili bo'ldi. 6. Har qatimliq o'yinning shaklini ozdir ko'pdir o'zgartib turing. Balalar soda setiq o'yinining dastlabida ko'pincha do'konchi bo'lishini bak yaxshi ko'rdi. Ammo bir oz vaqtdan keyin o'yinga yangilik qo'shish uchun siz do'konchi bo'ling. Balangiz xaridor bo'lib boqsin. Hatto balaga buvay, momay, balam, doktor yoki o'qituvchi deganda xilma-xil siyoqdagi xaridorlarning rolini oldirib beqing. Chunki xilma-xil siyoqdagi kishilarning ish kuchi va talab ehtiyojlari xilma-xil bo'lganligi uchun bu orqali nurg'un yangi hikoyalarni to'qib chiqarg'il bo'ladi. Qoida balangizning mushuk, ayiq degandek o'yinchiqlarimi o'yinlarning ishtirokchisiga aylansin. Durust. Undaq ishtirokchilarning gap so'zini albatta siz vakolatan deb bersiz. Qizim bilan do'konchilikdan boshqa ko'ktat setibmi o'ynaydik. Ba'zi qizim bozordagi ko'ktatchining rolini oladi. Biz ko'ktatlarning rasm chizilgan xilma-xil qog'ozlarni yoki boshqa narsalarni ko'ktat o'rnida yoymaga tizib o'tdik. U chog'da bozordagi ko'ktatchilarning hammasi cho'kiliq taroz ishlatadigan bo'lg'achqa, ash o'yin uchun qizimga Do'rixondan atayin cho'kiliq taroz kelib berdim. İkimizning soda setiq o'yindan turmushga birlashtirilgan o'g'inishning unumi ko'rinarli bo'ldi ekan. Turmush detallarining hammasi bola tarbiyasida ustaz bo'la oladi ekan degan tuyg'uga keldim. Balag'a bilim o'rgatadigan yer yeziq shirasl emas. Ko'ngil qo'ygan odam uchun bola tarbiyalash fursati samandek. Misalan, balangizga birdan 10-chi sanoqni o'rgatishda qayta o'qib tushuntirish usulini qo'llansangiz, bola o'sha sanoqlarning qanday talaffuz qiladiganligini o'rganib oladi. Aşı boğumlarının zaten nimaga vakillik qildiganligini ochiqroq aytganda 1, 2, 3, 4, 5 degandek sonlarning zaten nima ekanligini tushunmaydi. Shunga balangizni ko'tarib peshtaxtdan chiqqanda uningga peshtaxtni bir-birlab sanab bering. Qap shokoladni ochgan chog'ingizda balangiz osh qutida zaten qancha tal shokolad borligini oldi bilan sanab boqsin. Qisqasi balangiz 1, 2, 3 degandek sonlarni og'zidan chiqqan hamon uni ma'lum bir konkret shay bilan bağlab tasavvur qılalaydigan bo'lsin. Bundaq bo'lsa, bola son sifirlarni oson eslatib bilan kalasida son sifir hukmini shakllantira oladi.
Qizim 2,5 yoshlarga kirgan chog'lar edi. 2,5 yoshlarga kirgan chog'lar edi. Bir qatam dadasi ishdan qaytishda qizimga sutlik ussuzlikdan 6 quti og'ash kepti. Tushdan burun uningdan birini ichib qizimga bergandan keyin qolganini olib qo'ydim. Tushdan keyin qizim tuyuqsiz so'rab qoldi. "Opa, yiliqi 5 quti ussuzlik qani?" Qizimning bu gapidan hayron qoldim. Chunki qizim u chog'larda qo'shish elishni tax o'rganmagan edi. Qizimdagi bu sansipir uqumi ehtimol uchurg'anlik narsalarni uningga bir-birlab sanab ko'rsatib qo'yganimning sharofati bo'lsa kerak. Qizim maktabga kirgandan keyinmi o'yin davomida o'g'inish odatini tashlamadi. Menimcha bolani muallim siyoqida ota-onasiga dars o'tkazib o'ynash bo'ladigan chora ekan. Qizim maktabga kirish bilanla pinyin, xanzu tili alifbasi darsi boshlandi. Bu darsni obdan o'rganib olsam degan niyatda bir kuni mundoq dedim. O'z vaqtida muallimimiz yerlik talaffuz so'zlaydigan bo'lg'achqa kichkinda alifbani yaxshi o'rganmabdi ekanman. Mana hozir siz alifbani o'rganishga boshladingiz. Siz sinfda o'rgangan alifbani oqshom menga o'rgatib qo'yamsiz? Samimiy iltijoyimdan xushal bo'lib ketgan qizim bu talpimga qo'shildi. Shunda qilib qizim maktabda o'rgangan narsalarni kundadagidek kechga kelib menga so'zlab beradigan bo'ldi. Men uning so'zlaganlarini ko'ngil qo'yib anglab astoydil o'rganatdim. Qizim ikkimizning dars o'tish o'yinida mundaq nuqtalarga diqqat qilish lozimligini his qildim. Birinchi, bu xil o'yinda bolaga mustaqil ish ko'rish fursati berish kerak. Setiq o'yini bo'lsin yoki dars o'tish o'yini bo'lsin, bularninki hammasida bolaga biror narsa o'rgatish yoki o'rgatganlarini amaliyotga tatbiqlashtirish maqsad qilindi. Bundaq o'yinlarning o'rtaq alohidligi shuki, bolalar o'yin jarayonida o'zining cho'nglarga o'xshash mustaqil ish ko'rish fursatiga erishganligini his qildi-da, buning bilan ularning qizg'inligi texim oshidi. Shu bundaq o'yinlarda bolalarni passiv o'rinda qo'yib, hadislarga undaq qil deb atkarchilik qilmay, imkoniyating boricha boshlamchilikni berish kerak. Ikkinchi, bolaga javobiy yoki mazmuni aniq narsalarni so'zlab ko'rsatish lozim. Til adabiyot darsida qizimga faqat alifbanilar so'zlab ko'rgan edim. Til adabiyot ijodiylikni talab qiladigan yumshoq fanlardan bo'lganligi uchun uni tushuntirish bolaga tez keldi ham so'zlab ko'rgan bilanmi ancha ahamiyati bo'lmaydi. Uningdan boshqa hadislar bolalarga dars o'tkazish usulini qo'lni vergilimi bo'lmaydi. Jumladan bolaning o'rganishini xufiyona kuzatib, sal-pal chekinib qolganligini bayqagan chog'larda uni maqsadlik dars so'zlatib beqish lozim. Ammo buningdanmi xuddi setiq o'yin o'ynagandek bolani zeriktirib qo'ymay, imkoniyating boricha bolani uning qiziqtirish lozim. Uchinchi, boladan dars so'zlab berishni talab qilganda hadislar kichik vaqtimda yaxshi o'rganmabdi ekanman, endi siz o'rgatib qo'ying deb turib olmay, tabiiy usullarni qo'llanish kerak. Bir kuni qizimning topshiriq daftaridagi bir xatolikni bayqab qoldim. Aslida u qizimning o'qim tushunchasidagi mujmallik sababidan kelib chiqqan savollik edi. Men hayron bo'lgan holda so'radim. "Voy, buni to'g'ri ishlaganda qilsizg'u muallim ajab xatolarga chiqarib etibdi-ya? Obdara qarab eqqan qizim xatolik sizdan ketdimi yo muallimdan ketibdimi?" Bunda qilishdan maqsadim uqmag'anga salib turib bolani to'g'ri tafakkurga yetaklash edi. Bunda qilib qizim bu xatolikning zodi kimdan ketganligini aniqlash uchun uni butun ixlosi bilan qayta ishlash kirishib ketdi. Oxiri degandek o'zining xato ishlab ketkizib qo'yganligini isbotlab chiqdi. Ang bo'lmaganda mening ketkizib qo'yganligimni isbotlab, ko'z tutish orqali o'zini mamnun bo'lgan edi. Qisqasi qizim shu orqali ilgirki ancha pishiq bo'lmagan uqumni oydinlashtirib oldi. 4. Bolaning dars o'tgan chog'dagi savolliklarni yuzaga solmaslik. Bo'libmi xato gapga kulmaslik lozim. Ota-ona bolasining o'quvchisi bo'lgan ekan, undaqda bola o'tgan darsni butun ixlosi bilan ko'ngil qo'yib olish kerak. Buningdanmi setiq o'yiniga o'xshash asli muddaoyingizni bolaga chandırib qo'ymang. Chunki bola ota-onasining kuzatayotganligini sezib qolsa, uning iftixorlik tuyg'usi va qizg'inligiga ta'sir etadi. Bolaning fikri yoki bayonidagi savolliklarni bayqaganingizda, uni udil etmay agitib deb bering yoki bolani bu jihatda to'g'ri tafakkur qilishga vaqtliq yetaklang. Chunki bola o'zining xato so'zlab qo'yganligini sezib qolsa, uningdan numus qiladi. Uning ustiga ota-onaning bundaq chog'dagi teriqchilik tanbihi yoki masxarasi bolani bakmi mayuslantirib, uning dars so'zlash ishonchisini yo'q chiqardi. 2004 yili davrimizdagi mashhur pedagog Beyjan shahri 4-o'rta maktabning shu chog'dagi mudiri Liu Changming apandining bir qatimliq leksiyasini olgan edim. U maktab mudiri bo'lishdan ilgari usta fizik muallim ekan.
Changming әпәндінің aytishicha, balalardan kimki ma'lum bir masalani xato ishlab qo'ysa, u bu masalani o'sha balaga qayta ishlatib, ondan sinfdagi balalarga yana bir qatam so'zlab berar ekan. Biror masalani bir balaga qayta ishlatib, sinfda yana bir qatam so'zlab tushuntirishning unumi o'zgacha bo'ldi ekan. Chunki ma'lum masalani astoydil fikr yurgizish asosida cho'nqur tushungandila boshqalarga aniq va tushunishli qilib so'zlab bergil bo'ldi ekan. Shundaqla u masala so'zlaguvchining ming'isida muhrdek o'rnab ketar ekan. Biror masalani qayta ishlashni bir qatimliq qayta o'g'inish deb qarasak, uni boshqalarga qayta so'zlab berishni bir qatimliq amaliyotdan o'tkazish deb tushunishga bo'ladi ekan. Bu bolalarga nisbatan aytganda, o'rgangan bilimni amaliyotdan o'tkazish jarayoni bo'lib, bolalar u orqali o'rganganlarini texmo puxtalay oladi ekan. Menimcha bu usulni oilalarda qo'llanishga bo'ldi. Chunki bolaning darsda degandek anqirolmay qolgan joylarini puxtalash to'g'ri kelganda, ota-onaning so'zlab tushuntirganidan ko'ra bolasining so'zligini tuzuk. Durust. Buningda imkoniyatning barcha epchillik bilan ish ko'rib, bolaga erkin ozoda muhit yaratib berishingiz, uni hargizmi jiddiylashtirib, huduqtirib qo'ymasligingiz lozim. Biraylarning aytishicha, uning bolasi to'liq o'rta maktabga chiqqandan keyin matematikada chekinib ketibdi. Uning ustiga bola o'rganishda qiyin masalalarga duch kelgan hamon bal qo'yib etib, ishkillab o'rganib beqishga urinmaydi ekan. Heliq kishi o'g'lining matematik darsligini varaqlab beqibdi ekan, uningdagi mazmunlarga tish patmabdi. Bundaq ahvolda ko'pincha kishilar odatda oila o'qituvchisi taklif qiladi yoki bolasini sirtdan takrorlash sinfiga tutib beradi. Ammo heliq kishi u yana o'ylab, bu yana o'ylab, oxiri bolasiga o'z takror qilib berish qaroriga keldi. Ham o'g'lining matematik darsligini boshdan o'rganishga kirishdi. Uning matematik ma'lumoti o'g'linikiga yetmaydigan bo'lg'achqa, u anqiramagan nuqtalarni o'g'lidan so'raydi ekan. O'g'li dadasiga so'zlab tushuntirish jarayonida yo'liq turgan qiyin nuqtalarni ota-bola ikkisi maslahatlashib hal qildi ekan. Faqat hal qilmasa, o'g'li muallimdan so'rab tushunib olgandan keyin ondan dadasiga so'zlab berdi ekan. Heliq kishimi o'g'lidan so'rab o'rganishga xuddi ko'dicha ish qilmay, nihoyatda berilib o'rganibdi. Shuning bilan u kishining matematik saviyasi xil o'sib qoldi. O'g'limi matematik darsda ko'rinarli ilgirlabdi. Muhimi bola ilgirgidek qiyin masalaga duch kelgan vaqt kelganda muallim tushuntirib qo'ydi deb tashlab qo'ymay, izlanishni o'rganibdi. Umuman ota-onalar bolalarining imtihon natijasini nazarda tutib, uning uchun pul xarjlab boqadi, yo'lni olib boqadi, bolasini hadab o'rganishga zo'rlab boqadi. Lekin bularning hech qaysisi bolaning maktabda o'rgangan bilimlarini o'z ichiga olgan biror harakatni loyihalab, shu orqali bolaga o'rgangan bilimlari bilan amaliy masalalarni yashkizib boqqanga yetmaydi. Chunki bolalarga nisbatan aytganda, o'rgangan bilimlarni amaliyotda o'tkazish eng yaxshi takrorlash sinfi hisoblandi. Bolalarni o'rganishga qiziqtirish usullari, suvda sېتىق o'yini, dars o'tkazish o'yini bilan cheklanmasi kerak. Masalan, oilaning kirim chiqimini hisoblagan chog'da hisoblag'ich buzilib qopti deganni bahona qilib, hisobni bolaga qalam bilan ishlatib boqquliq. Uyda biror elektronlik asbob buzilib qolgan chog'larda hapla-shapla remontchi chaqirmay bolaning fizik kitobining elektr ilmiy qismini echib qo'yib, buzilgan uskunni ota-bola ishga bilan maslahatlashib remont qilib boqquliq. Ulug' pedagog Soxumninskiy mundaq deydi. Bolaning o'rganish chekinib ketishi uning fikr qilishni texi o'rganib bo'lolmaganligidandir. Şuna balalarning fikir buluqiga aylanib bo'lamagan shay'i, hodislarni va ularning bir-biriga tayinish, bir-birini sharh qilish munosabatlarini, qisqasi atrofimizdagi real shay'larni